musbat va manfiy sonlarni qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lishning eng oson usullarida sizlarga 25 sekund o'rgatib qo'yaman. Videoni oxirigacha ko'ring hamda obuna bo'lishni unutmang. -7 ga +4 ni qo'shishni o'rganib chiqamiz. Demak, 7 ta minus chiziq yozib olamiz. 4, 5, 6, 7 va plus chiziq esa 4 ta. 1, 2, 3, 4. Mana bu 4 ta minus 4 ta plus bilan qisqarib ketadi. Nechta minus qolyapti? 3 ta minus qolyapti. Demak, javobi -3 bo'ladi. -8 ga -2 ni ayiramiz. Buni ham xuddi shunday ko'rib chiqamiz. 8 ta minus yozib olamiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 va ayiramiz 2 ni. 2 ta -2 ni yozib olamiz. Jami minuslar qo'shilib nechta bo'ladi? 10 ta bo'ladi. Demak, javobi -10 bo'ladi. 2 dan 9 ni ayiramiz. Demak, bizda 2 ta plus bor va 9 ta minus bor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 ta plus, 2 ta minus bilan qisqarib ketadi va o'rniga 7 ta minus qolyapti. Demak, javobi -7 bo'ladi. -8 ga 12 ni qo'shamiz. Buni ham xuddi shunaqa ko'rib chiqamiz. 8 ta minuslarni yozib olamiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 va pluslar nechta? 12 ta. 12 ta pluslarni yozib olamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Minus mana shu 8 ta minus 8 ta plus bilan qisqarib ketadi va o'rniga 4 ta plus qolyapti. Demak, javobi +4 bo'ladi. -6 ga 5 ni ko'paytiradigan bo'lsak, eslatib o'taman, manfiy songa musbat son ko'paytiriladigan bo'lsa, javobi manfiy bo'ladi. -30 bo'ladi. Manfiy son bilan manfiy son ko'paytiriladigan bo'lsa, 2 ta manfiy son qisqarib ketadi va o'rniga plus sonlarni ko'paytirsak 12 hosil bo'ladi. Musbat son bilan manfiy son ko'paytiriladigan bo'lsa ham minus oldinga chiqadi va sonlar ko'paytiriladi. 3 × 8 24 bo'ladi. Manfiy sonni musbat songa bo'ladigan bo'lsak ham javob manfiy bo'ladi. 24 ni 3 ga bo'lamiz, 8 hosil bo'ladi. Manfiy sonni manfiy songa bo'ladigan bo'lsak, manfiylar o'zaro qisqarib ketadi va sonlarni o'zaro bo'lamiz. 56 ni 8 ga bo'ladigan bo'lsak, 7 hosil bo'ladi, plus. Musbat sonni manfiy songa bo'ladigan bo'lsak ham javobi manfiy chiqadi. 64 ni 8 ga bo'ladigan bo'lsak, manfiy 8 bo'ladi, -8 bo'ladi javob. Videoni saqlab qo'yishni unutmang. Ushbu videoni manfiy va musbat sonlar o'rtasidagi amallarni bajarishda qiynalayotgan do'stingizga jo'natib qo'ying hamda obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling.